إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muallim Sani negizida arab harflarini o'rganishni davom etamiz. Biz bugun shirobdagi darsimiz, shirobdagi harfimiz unda bo'lsa, nima harf hali? Shin harfi. Shin. Bizning endi sh deylar. Voy Bu bizning yumshoq harflar turkumiga kiradi. Mana boshda shulay yoziladi 3 nuqta bilan. Sh yumshoq etib. Sh. O'rtada endi mana shulay siziq keladi. Hamma bo'lay etib to'lqin ma'noda. Bitta. Ham endi oxirdan. Mana shulay. Demak, bizga mana bu 3 to'lqin, 3 nuqta. Bu bizning sh harfi. Sh, shi, shu. She, she, shu. Ayda so'zlarga qaraylik hozir kitobga. Bir tanish so'z yo'qmi ekan? Rosh, bush, shar. Shar min sharri ma xalaqa. Shar agarda tashdid bilan kelar ekan, ikkilatib endi shar deb aytib tashdid bilan ikkilatib. Hali biz o'tashakmiz, tashdid harfini ikkilatib bularni aytaman endi. Shar. Shar arab tilida buzuqliq deb tarjima etiladi. Buzuqliq, nosharlik, gunoh desak-da durust. Min sharri ma xalaqa deb Falaq surasida aytamiz. Alloh bor qilgan barliq nosharlikdan da, buzuqliqdan da, gunohlardan da saqlasin. Ya'ni buzuqliq, nosharlik, gunoh bik to'g'ri kelmaymisin. Alayhali. Buzuqliq, nosharlik deb durustroq bo'ladi. Shar, buzuqliq. Shaq, sham. Tatar so'zi. Hayda, bunisini siz bilasiz. Hayda, aytdingiz hali. Shak. Shak. O'ylab qaraygali. Nima deysiz? Durust. Shik. Сомнение. Shiklanu. Tatar so'zi shulay bit. Bishru, shirbu, shahru. Shahr Shahr oy. Qamar deb o'tgan darsda olgan edi. Bitansi ko'kdagi oy. Bunisi shahr, shahru Ramazon, Ramazon oyi. Masalan, Shawwal oyi, shahru Shawwal. Ya'ni mart, aprel, shulay bit. Iyun, iyul, dekabr, yanvar bitinsa shahr deb ataladi. Shahr. Дальше. Nashru. Nashru. Таратура распространение. Shukru. Shukru. Ayda o'ylab qaraygali. Shukru nima deysiz? Unda g'azali shukru narsaga yaqin? Bilasiz, tatar so'zi u. Shukr. Shulay bil, shukr etu, rahmatli bo'l Alloh taolaga. Har vaqt Alloh taolo Qur'onda aytaydi, "La in shakartum lazidannakum." Agarda menga shukr etsangiz-da, rahmatli bo'lsangiz-da men bergan ne'matlarga la azidannakum, tag'inda sizga orttiraman deydi. Demak, molimizningmi, bo'lgan g'ilibimizning narsagina bo'lmasin. Narsani ortuvini tilaysiz ekan, shu narsadan qanoat bo'larga shukr etiraver. Alloh taolo orttiraman deydi shu ne'matimni. Shundan so'ng shurbu, mashrabu, mashrabu ishimlik, mashrab, ishimlik, mashribu, mashriqu, mashriq. Alloh taolo aytaydi, "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum ila qibal al-mashriq wal-maghrib." Izgilikdan tugildi yuzingizni kunchig'ishga, kunbatishga yo'naltirdan dey. Shuni izgilikda Allohga iymon keltirib farishtalarning kitoblaridan. Mushtahiru, mushtaraku, ishtahara, ishtahara tanilgan, известный, yashtahiru, ibron-shaqa, yabron-shiqu. Aydagiz hali o'qib ketingizlar birgalab. Shashishu, rosh, 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 bush, 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 shar, 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 shaq, shaq,
شق شم 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 شك 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 بشرو 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 شربو 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 شهرو 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 نشرو 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 شكرو 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 شربو 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 مشرب مشربو 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 مشرقو 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 مشتهر 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 مشتركو مشتركو مشترك اشتهر 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 يشتهر 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 إبرانشق 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 يبرانشق 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 Hazır nishlaymiz? Endi yodlab bitirgansizlar nishlaymiz. Har harfni birshar yo'l yozib chiqamiz. Sha bir yo'l yozamiz, shi ikkinchi yo'l, shu uchinchi yo'l. Ham endi rosh bir yo'l yozamiz, bush bir yo'l yozamiz, shar ham bir yo'l yozamiz shlaymiz. Ham o'rgangan, masalan, shukru, shukr, shahru, oy ham bir yo'l yozamiz. Ham shu harfni 15-20-30 taqir ko'paytirib o'qiymiz. Ko'proq o'qigan sayin ko'proq bilashakmiz, ko'proq o'rganashakmiz, ko'proq shumarashakmiz. Alloh taolo har barchamizga da yengillik bersin, o'qirga, o'rganirga, yodlarga. Subhanakalloh bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.